Men 5 yildan beri Shimoliy Karolinada joylashgan Biltmore qasriga borishni orzu qilgan edim. Lekin har xil vaziyatlar tufayli hech ham bora olmagan edim. Bu gal ham xo'jayinim bir hafta oldin mazalar bo'lmaganlari uchun bora olmasak deb o'ylagan edim. Lekin amallab yo'lga chiqqanimizdan keyin 2,5 soatdan keyin mashinamiz buzilib qoldi. Yana uyga qaytib borib, boshqa mashinani olib 5 soat deganda axiri Biltmore'ga yetib keldik. Kelishimning sababi Biltmore qasri har yili Christmas paytida juda chiroyli kinolarga o'xshab bezatiladi. Christmas paytida Biltmore qasri oddiy joy emas, yoki alohida bir mo'jizaviy olam. O'nlab archa daraxtlari, minglab o'yinchoqlar, har bir zalda yonib turgan kamin, archa yaproqlarini hidini sezsa bo'ladi. Asl sehr mo'jiza esa kechqurun Candlelight Christmas Evening vaqtida boshlanadi. Faqat kamin, shag'amlar va mayin girlyandalar yoqiladi. Uy oldidagi katta archa esa minglab chiroqlar bilan yaltillab turadi. Ularning ichida yurganingizda klassik muzikani eshitsa bo'ladi. Deraza ortidagi xiyobonlarda esa yuzlab chiroqlar porlaydi va go'yoki haqiqiy hayotda emas, balki Christmas haqidagi filmga tushib qolgandek o'zingizni his qilasiz. Hammangizni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman va niyatlaringiz ro'yobga chiqishini tilayman.